Vetrovka bormi degan savolni bermang iltimos. Sababi nima uchun desa, siz uchun har xilisidan bosib ko'pmiz. Sortimentdan muammo yo'q. Ko'rib turasizlar. Bugungi yangiliklarimiz plashovka material. Plashovka ham yaldirab mazasiga emas. Azzat Biladon L'European lyuks modeli bo'ladi. Qaranglar, bir zamok pastda, bir zamok tepada, ikkisaram to'liq zamokda ishlangan. Telarina shunning ustki manshetda taxlangan. Xullas qaranglar, yaqalar ham vaqti akkuratni yuradi. Bellar ham darlatib tashamaydi. Giygan vaqt komfortni sezib turasiz. Ishlar ham polni ko'rib turasizlar. Astarlarni akkuratlatib taxlab qo'ydi. Bu ko'rib turamiz, birinchisi cho'mdan siniy rasvetkasi bo'ladi. Xohlasangizlar, ana shunday rasvetkalar ham kelgan. No rasvetka bo'y qaranglar. Korishniy desak, korishniy emas, xolos. Yog'ochli rasvetkalardan biri bo'ladi va albatta o'zimizni skromni bratlar uchun qop-qora rasvetkasi ham sotuvda bor. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 48 dan 56 gacha bo'ladi. Dostavka kerak bo'lsa bir telefon orasida, 500 O'zbekiston bo'lsa dostavka qilib beraveramiz.